Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Saud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidxon nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. 5-bob. Quruq tikan shexi. Sayğız to'pluq yargan diyarining qishicha so'g'uqdan qatgan tuproqi kun nurida ilib yumshab, yerdan g'erish o'sib chiqqan ko'zgi bug'doy maysillarini ko'klam shamili yaltindirmoqda. Erigan qorong'i suvlar bilan ulg'aygan zarabsham do'lqinlanib oqmoqda. Mo'g, ko'k tikan, yantoq, yulg'un basqan daryoning bo'ylarida so'gat, terak, reyda, qaryog'och, chinar daraxtlari ig'anshib turgan ikki qirg'oqda goh quyun ko'tarilib yer o'g'itlayotgan dehqonlarning yuz ko'zlariga qum tosh urilsa, goh osmondan to'pi yig'ib butun jahon qizg'ush chang to'zonga g'arq bo'ladi. Goh sharildab yoqqan yomg'irda jimi koinot yo'yinib, zarabshan diyori boshqacha go'zallashib ketadi. Lekin odamlari ko'chib ketgan Koni Yorkent shahri zaylashib, o'ylari o'rilib, xarobalikqa aylanishga boshlagan edi. Yana bir necha qitim yomg'ir yog'adigan bo'lsa, saq uylarmi o'rilib qolmaydigandek ko'rinadi. Odamlar haqiqatan ulug' bo'ladi ekan. Yangidan bino qilingan shaharga ko'chib borganlar u yernimi tezla obod qilib etgan edi. Bu yil kelgan höpüpmü Koni shaharning daraxtlariga qo'nmay, yangi shaharning tavjirimlariga, yangidan yasalgan masjid, madrasalarning munorlariga qo'nib, sayrashga boshlagan edi. Uning qaysi chaqda kelganini kishilar ko'rmagan bo'lsa-mu, ujma, so'gat chaqlarga qo'nib sayravotganini ballarmi, cho'nglarmi ko'rishdi. Dehqonlar höpüp kapti, yangi bino qilingan shahrimizni muboraklab sayravotdi. Bu yil burunroq issiq bo'lg'idek deyishadi. Qarlig'ash kelgandimi shundoq deyishgan edi. Qarlig'ash havo tutilganda, höpüp havo echilganda kelamdikin. Bugun osmonda bulutning qarisi ko'rinmaydi. Hamma yoqdan höpüpning sayragan ovozi anglanadi. Orada sultanlık taxtida o'tirgan Mirza Ababakri höpüpning ovozini anglab, kichik vaqtida beshini qo'moq besib ketib, tars saqaygan Emir Vali tog'oyi qarab kulib qo'ydi. Gadingicha qizirib ketgan bu ishik og'asi pushuldab tinib, yergacha egildi. "Qulluq podshohim, xizmatlariga tayyorman." Mirza Ababakri qaqoqlab kulib, g'amza qildi. "Ishq og'asi, darhol chiqib, osh sayravotgan höpüp qo'ngan shohni elib keling." "Bosh ustiga, shohim." Vazir uzra Amir Arkanlar bir-biri bilan ko'z beqishtirib, ajablanib turaverdi. Mirza Abubakri o'rnidan turib, shahona to'nining qo'yun yanchiqidan kashmir qog'oziga yozilgan bir parcha xatni oldi. "Vazirlar, amirlar, qozi, quzzat, munajjimlar, Allah'ın iltifati ve her birlerinin yar yülek buluşu bilen Yarkent şehrinde taxtga o'tirganimga tehi yıl to'shmadi. Buradarım Sultan Ahmet Han öz sayesinden cho'chib Yarkentdan ketmagan bo'lsa, bu taxtda o'tirishga haddim yo'q edi. Bo'sh qolgan taxtda oxiri bir kishi o'tirish kerak-da. Allah pekirg'ini nasib qilgan ekan, men o'tirdim. Bundan barcha xaloyiq xursand. Albuki Tashqari amri bo'lmuş o'gay otam Muhammad Haydar Mirzo Pekirdan xavfsirab qolgan chig'i anglashimcha taxtimni tortib olarmikin degan gumon bilan xotirjam bo'la olmay ketibdi. Sultan Ahmad Xonning Oqsuvga ketishi uning hurmatli otasi bo'lgan Mo'g'uliston shohi Yunus xonni mo bearam qilgandek. Xorasan, Xorazm shohlari diqqat nazarini Pekirga tikkandek qiladi. Vallohu alam. Pekirning hech qanday yomon g'arzi yo'qligi Parvardigor olamga ayon. Agar boshqacha niyat orzuda bo'ladigan bo'lsam, bu chaqqicha Sultan Ahmad Xonning orqasidan qo'g'lab berib, Oqsuvni o'z tasarrufimga olgan bo'lardim. Yarkent shahrini qayta bino qilaman deb og'ir bo'lmay, Qorg'ilib, Xotanni elib, Kashmir, Afg'oniston taraf yurish qilgan bo'lardim. Chunki men Qashqarni so'rgan amir o'g'liman.
Bunda qilishga nimishqa haqqim bo'lmasin? Vaholanki maqsadim u emas. Yorgan diyorni obod qilish, yatiqlimdagi nomdor shaharga aylantirish. Mana mushu muddaoda Molla Muhammad Haydar Mirza otamga bunu mazmunda bir maktub avatgan edim. Sizlar anglab beqinglar. Sultan Mirza Abo Bakri xatni echib o'qidi. Janobi Allah Qashqar taxtida barqaror qilgan hurmatli Amir Muhammad Haydar Mirza padar buzruklarimga Janobi Allah'ning inoyati bilan Peqirni sultonlik taxtida o'ltirg'izgan Yorkent jamoasidan Shohdoni Kukuldash boshchiligidagi vazir vuzrolar Amir Muhammadbek qatorliq sardorlar o'zlariga oliy ehtirom bildiramiz. Parvardigorimiz Allah o'zlarini panohida saqlab, baxtimizga toju saltanatlarini ömürlük qilg'ay. Peqir qulum desilar qullari, farzandim desilar farzandlari, amir farmonlarini sadoqatlik bilan ijro qilib, buyruqlarga bo'ysunib, avom xalqqa, ojiz yetim yesirlarga xazindan yordam qilib kelyapman. Yaramliq zotlarni ish-pesha qo'yib, Sultan Ahmad Xon davrida oromi buzilgan elga osoyishlik, aminlik ato qilish yo'lida kuchimni ayamayman. Hazratlarini har jihatdan xotirjam qilaman. Fitna fasod, yolg'on xabarlarga ishonmagaylar. Toju taxtimning zinhor kamol tepish uchun duo bergaylar buzrukvarim. Allohdan minnatdor bo'lib, nomunosib farzandlari Sulton Mirza Abo Bakridir. Mana bu maktubni avatganimga Alloh azal 2 oydan oshdi. Padar buzrukvarimdan xabar yo'q. Bu xatni sizlarga o'qib berishim g'ayri tilak orzuyimning yo'qligini bildirishdan iborat janoblar. U xatni Shohdoni Kukuldashga berdi. Saqlab qo'yilsin vazirim. Qulluq shohid. Shohdoni Kukuldash yugurib kelib, ikki qo'llab xatni oldi. U gavdilik tambal odamlardan bo'lsa-mu, mushtaqda Mirza Abo Bakrning oldida xuddi otning yonida eshak turgandek vijik ko'rinadi. Mirza Abo Bakrning bo'yi shunchalik egiz ediki, har qancha qomatlik sanalgan kishilarmi uning yelkisiga keladi. Agar u ko'pchilikning orasida o'ri tursa, nurg'un qo'y orasiga qo'taz kirib qolgandek bahayvat ko'rinadi. Qarlig'ach qanotidagi shop buruti, do'gilak qilib yasalgan qop-qora soqoli uning kelishgan tambal bastiga salofat qo'shgan edi. Bir qarashqili kishini aylantiradigan o'tkir nazari atrofdagi hammalarning nazarini sundirib tashlagan edi. Shunga tillari tutilib qolgandek hech kim zo'n suralmadi. Oxirida jur'atligirak sanalgan Amir lashkari Muhammadbek oldiga bir qadam minib tizlandi. Ey adolatli sulton, bu nomadagi mazmun biz vazir amirlarning ko'nglimizligini izhor qildi. Buningga Amir Mirza Muhammad ko'ragani emas, balki podshoh Yunus xonga qoyil bo'lg'isi. Chunki oliylari Qashqarga 50 yildan ortiq hukmronlik qilgan Chag'atay avlodlarining dono ham a'losining nodir pushti. Cho'ng bo'g'illari Amir Xudoydod saltanatda zamon shohlarining oldi bo'lgan ekan. Uning taxtiga varislik qilgan bo'g'illari Amir Said Alimu Qashqarda 20 yildan ortiqroq hukmronlik qilib vafot bo'lganda, dono otillari sonsiz Mirza Qashqar Yengisarni Mirza Muhammad ko'raganiga tartib qilib berib, o'zi Yorkentda poytaxt qilgan ekan. Bu dunyoga uning oliy himmatli ekanligini bildirdi. Halbuki yosh jihat kichik bo'lsinlarmi, Mirza Muhammad Haydar o'zlariga bay'at qilishi lozimdir sultonim. Ori Shohdoni Kukuldash Amir Muhammadbek yenida tizlandi. Bu maktublari oliy himmatlik nasablarining martabasini albatta texim ustun qilg'ay. Chag'atay avlodlari ichida oliylarning qalam va alamda hammadan ustun turadiganligini isbotlovchi hujjat bo'lib qolg'ay. Ori hamma vazir amir bay sardarlar birdek tizlandi. O'rninglarda o'tiringlar birodarlarim. Sulton Mirza Abo Bakri yana so'zini davom qildi. Sizlar xalqimizning terki, kuch-qudrati, Peqir qo'limga qilich elib, chavandoz qatoridan o'rin olgandan beri har biringlar bilan asrar bo'lib kelyapman.
Pagam Muhammed Haydar Köragani yenidiki vaqtimdimi, Sultan Ahmad Xon oldida xizmatda bo'lgan chog'larimdimi, har biringlar fiqirning hurmat izzatimni qilishib, yuqori obro'ga ega qoldinglar. Bu navbat Yorkent taxtga chiqqanimdan keyinmi, farmonbardor bo'lib, yovuz dushmanlardan qo'ldinish, avam xalqning seriqini yenikletish, uy joylarini selish, yo'l yasash, eriq o'stan chepishishtirda jon fidolik ko'rsatdinglar. Taxtga o'tirishga nisb qilgan Alloh buningdan rozi, avam xalq rozi. Biz qo'llari Yorkent shahrini qayta qurishga farmon tushirgan oliylardan rozimiz. Vazir amirlarining sadosidan o'rda yana larzaga keldi. Janobi Allohdan minnatdormanki, har biringlarning fidokorona boshlamchiliklari orqasida bir yilga yetmagan vaqtda mana bu yangi Yorkent shahri bino qilinib qolmasdan shahar atrofida 12 ming yangi bog' ahyo qilindi. Kat sayliga Nuruzdo'nda yasalgan ravoq osham shaharlarning hech qaysida yo'qdir. Bir tarafda Jahonbog', Shidibog', bir tarafda Shamoldog', Gulbog' kabi bog'liq kanatlar shahrimizning o'sligiga o'sin qo'shmoqda. Va lekin Sultan Mirza Abo Bakri birdalla so'zdan to'xtab, kayniga yenib taxtga chiqib o'tirdi. Va lekin bu muborak yangi shahrimizning sepili teqtitmadi. Tez orada sepil qurilish tamomlansa, bu shahar bir mo'jiza bo'lib qoladi. Ore Qozondek cho'ng salla urgan qozi Kalon Hotamsha Mirza Abo Bakrning so'zini ma'qullab cho'nqur ta'zim qildi. Zino osmonning yaratuvchisi Alloh ekan bu ishni oliylarga nisb qilgan ekan. Boshqa hech qanday shoh sultonlarning qo'lidan kelmas. Janobi Allohning bu iltifotini shundoq joyiga keltirdilarki, Xo'ja Muhammad Fizoliddin har qancha qog'isimi Paramiz Xo'ja Ahror Hazratimning duosi ijobat bo'lib, oliylarning kuch-qudratini eshirib etdi. Nom shariflari tarixlarda Iskandar Zulqarnayn, Harun Rashid, Sultan Sutbug'ra xonlardek zikr qilinib, avloddan avlodga qolg'usi. Izlari mangu o'chmagay. Parvardigor oliylarga Hazrat Nuh alayhissalomning umrini, Hazrat Sultan alayhissalomning tantana dabdabisini bersin. Amin. Amin. O'rdishcha duoga ko'tarilgan qo'llardan qorong'ulashdi. Shukri, ay osmon zaminning egisi ulug' Alloh. G'olib bandalarning qatorida qilg'ining bu shukri. Lavzimning o'tkir qilishdek bo'lishiga, qilichimning qiyo tashnimi bisiyanmay par qilishiga nisb qilg'in. Peqir quling sang'ili bosh egidi. Mirza Abo Bakri ko'nglida shukri va iltijo qilgandan keyin asta ovoz bilan dedi: Vazirlarim, amirlarim, alam qalamda ömür boyat men bilan birga bo'lishga ahd qilgan qarindoshlarim, men sizlarga ishonaman. Kimiki bu ishonchga dog' tushiradigan yoki menga osiylik qiladigan beshidan ayrilib qoladi, yoki Xo'ja Muhammad Sarvaridek tirik turib, bola chaqasi bilan didorlasha olmaydigan hijron azobiga qoldiriladi. Bu o'ldirilgandami azoblik. U so'zdan to'xtab qoldi. Onun ko'z oldiga osh kuni Xo'ja Muhammad Sarvari kirgan chog'dagi ajoyib holat keldi. Mirza Abo Bakri u oyog'imga yiqilib bir qush qimmat tilaydi deb o'ylagan edi. Ammo Xo'ja Muhammad Sarvari: Mirza, Alloh dunyoda bo'rinimi, qo'ynimi yaratganiga o'xshash zolimnimi, mo'minnimi yaratgan. Chunki ularning hammasi o'z qilmishiga loyiq jazoga uchraydi, in'omga erishadi. Sizmi shunda taxtga chiqdim deb uncha ko'ranglab ketmang. Taxtdan tushadigan nadomatli kunning bo'ladiganligini unutib qolmang. Men shuni deb qo'yg'ili keldim. Endi qo'shqar yasovni chaqirib, meni chepishga buyuring. Dedi ko'krak kirgan holda tish turib. Mirza Abo Bakri qo'shqar yasovni chaqirmadi. Uni o'limga buyurmadi, lekin mundoq dedi: Alloh sening umrini uzun qilgan o'xshaydi. Men seni o'ldirmayman. Ammo bugundan boshlab xotun bolalaring yeni qadam bosmaysan. Agar ular bilan didor ko'rishadigansan, shu kuni urug' avloddan qatlam qilindi. Chiq.
Xo'ja Muhammad Sarvari ochiq bir ko'ldida guz-guz dastlab chiqib ketdi. Anglayotganinglar bir qutoridan angiltilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Mirza Abu Bakr xiyoldan o'ziga kelib, birdan ko'zining quyruqida beshini selib turgan Amir Vali tog'oyi Dilqut xazinasi. Shikog'asi o'pib, nemiga qo'ngan ekan? Sultanım, öpüp. O duduqlab söz qilolmay joyida tizlandi. Öpüp, nemiga qo'ngan ekan? Qo'ngan narsani elib keldingmi? Gunohimdan o'sdilar sultanım, elib keldim. Mirza Abu Bakrning bayotin qizirib, esilib ketgan yuzi surlik tus oldi. Qani, ko'rsat. Emir Vali tog'oyi Kim Xabtunning yengi yoshirinib turgan, qurib ketgan tikan shexini chiqardi va ikki qo'llab so'ndi. Ordaning yon temi ustiga o'rnatilgan tikanlar ichida mush tikan ustiga qo'yilgan ekan, toza ko'rib olib, shut qo'yg'izib oldirdim. Yanglishmagansan? So'radi Mirza Abu Bakr quruq tikan shexini elib. Zinhor sultanım. Yeşil tol yoki ko'k terak shexi elib keladi deb o'ylagan edim. Xayriyat, dangal elib kelmay, quruq tikan shexi elib kelsan. Amde darhol chiqib, mush tikan shexini olgan tomni chaqtirib ber. O'rnida ilgirkidan ko'rkam, haybatlik yangi tomni ko'ray. Ammo ustiga quruq tikan shex emas, chiroyli yasalgan ushluq temir zixchi o'rnatilgan bo'lsa, "Xo'p, shohim." Emir Vali tog'oyi puti bilan emas, beshi bilan do'milgandek orqasicha tez minib chiqib ketdi. "Dona taqdir," dedi shahdoni kukuldash egilib. Orda temi ustiga quruq tikan o'rnatish saltanatlariga yarashmas edi. Amdi dal joyida bo'ldi. Mirza Abu Bakr vazirning gapiga quloqni solmay xiyolga band bo'ldi. Xudoyo Parvardigora, avval hammaga muyassar bo'lib, oxirida hammadan quruq qolamanmi? Quruq tikan shexi yaxshi bishorat emas. Sultan Ahmad Xonni yangi tug'ilgan o'g'li Saidxon bilan o'juq turvatmay qo'yib etib, yomon qiptiman. Peqir qulunga o'zing panoh bo'lg'aysan. Hurmatli shohib, Mirza Muhammad Haydar Ko'ragoni Sardor Niyoz Mashqovuldan oliydir xat avatibdi-kan, kirsinmi? Dedi yangi tayinlangan o'rda darvozalar boshlig'i Ibrohim Marg'uloni kirib kelganicha izlanib. Bu so'zni anglab xiyoldan o'zi kelgan Mirza Abu Bakr ishtik kirib kelgan o'rda yasovullarining boshlig'i Qo'shqar yasovul bilan o'rda amri Abdullah Danishqi tamli qarab. Yana qanday falokat bosdi? Sepil tutmadimi? deb so'radi. Har ikkalani tizlandi. Abdullah Danish dedi. Shohib, kechirgaylar. Sepilni bitirish uchun kech kunduz tar to'kyapmiz. Bu vaqtga qadar oiladagi 3 jondan birini osharga tutgan edik. Tosh, to'pa, saman to'shishga yanada yetishmay, 2 jondan birini osharga tutamiz desak, shahar va ba'zi kent aholisi qarish chiqib, Ahmadxon vaqtida orom xudo kun o'tkazib kelgan edik. Mirza Abu Bakrning vaqtida oshar ishlab o'lib ketadigan o'xshaymiz. Bizga zada oromlik bormi yo'q deb g'avg'o ko'tardi. 100 dan ortiq kishini zindonga tashladik. Ish besiqmayotdi. Bir necha kishining qo'ltiqini urib chiqib shohim, yana besiqmayotdi. So'z qistirdi Qo'shqar yasovul. Mirza Abu Bakr hech bo'lmagandek burdining uchini burab qo'yib, birdan jo'rab o'rnidan turdi. Yordi. Kim mening sepil serish farmonimga qarshi chiqsa, nasihat qilsin, paylidan yonmasa, to'pi ostiga besilsin. Zindonga solganlarning hammasi chiqirib, ustini kishallab top tushib seninglar. Ish beshidikilarning kimiki mening yorliqimni ijro qilmay, bo'shanlik qilsa, shu joyning o'zida 40 darra urib, ondan sepil ostiga besillar. Bosh ustiga shohib, dedi Qo'shqar yasovul rangi tatirib turib qolgan vazir Abdullah Danishqa nangsizlik bilan qarab. Mirza Abu Bakr so'g'uq nazar bilan so'radi. Vazir, nima sababdan zuboningiz tutilib qoldi?
Abdulla Danish onunğa qaradı. Sultanım, Janobi Allah hamma odamga aql bilan ko'ngilni o'xshash ato qilgan. Qachonki oliylari yorkanti taxtga o'tirgan kundan boshlab aql egillari xorinib, yuraklar mujilmoqda. Bo'libmi yangi shahar selish jarayonida o'rda xazinasiga nurg'un oltin kumush yig'ildi. Ammo xalqning oromi buzildi. Chanqi qong'udak suv, qo'rsq to'yg'idak oshnan berilmay, ishqini silinib, kishilar qattiq azoblanmoqda. Peyğəmbər sultanımğa yaxşı məsləhətlərini bərsəm, Allah'ın mömin bəndələrining müşkülünü asan qilishga yordamim tegar deb vazir bo'lishni ma'qul ko'rgan edim. Endilikda pushaymon qilyapman. Ha? Pushaymon qilyapsan texi? Mirza Abu Bakrning qoshlari lekkada ko'tarilib, ko'zlaridan uchqundigan ko'kish nur chiroyini surliq qilib atdi. U tutib turgan quruq tikan shexini shiltib dedi. Sening texnikki qanday o'xshaydi? Ta'xir qilib tur. Men Qashqardan kelgan mehmonni yo'lga solay. U bosh egib turgan Ibrohim Marg'ulonga ko'z tikdi. Sardorni boshlab kel. Abdulla Danish har qanday ish chekdan eshib kelsa, norozilik qo'zg'aydi. Yangi shahar selish aslida yaxshi ish, lekin bu ishda har bir oilaning ahvoli nazarga elinmasa, sultonning gapi gap bo'lib, avomning foyda ziyonati sarqaralsa, ish muvofiq taqsim qilinmay, zo'rlik asosiy o'rinda tursa, jandimi kechidi u kishi. Hey, Mirza Abu Bakri, sen ko'nishar o'rinni qo'litib, nurg'un oltin kumushga ega bo'lib, ko'zing to'rilishib qoldi. Ig'ir emgak ostida orom ololmay, ojizlab o'lib ketayotgan kishilarni ko'rmay, nom obro'y qozonish ko'yda bo'lib kelyapsan. Xat kunlarning birida buning so'rg'i bo'lmay qolmaydi, deb o'ylaganicha turib qoldi. Qashqar amri Muhammad Haydar Kuragonidan nomi elib keldim Mirza. dedi Sardor Niyoz Mashqovul lepoplik maktubni ikki qo'llab sunib. Mening ilgirki tog'am, hozirgi o'gay otam bo'lmish Mirza Muhammad Haydar shundoqda deganmidi? So'radi ko'zi qizirib chiroy tatargan Mirza Abu Bakri. Menga maktubni tez yetkazishni topilgan edi. Maktubni vaqtida yetkazding yigit. Sana o'zing kutmagan in'om beriladi. dedi Mirza Abu Bakri masxiri kulgisi bilan. Ondan o qo'shqir Yasovulga qarab so'zini davomlashtirdi. Anladingmi Yasovul? Bu yigitni elib berib, sepil qurilishida ishlab, kuch g'ayrati ortiq taqiladi. Agar xizmat ko'rinarlik bo'lsa, ta'xir qilmay, Abdulla Danishning kaynidilla bog'i eramga yo'lga solib qo'y. Uqdingmi? Vazir amrlari cho'chib, yerga to'van qarab turib qadishdi. Qo'shqir Yasovul oldiga bir qadam besib yukindi. Uqdim shohim. Amdi bularning bemaza so'zlarini anglab vaqtini zoya qilgim yo'q. Bularni etgan. Ha, to'xta. Bugundan boshlab butun qurilish qisam mas'ul. Sepil bir haftada bitish kerak. O'rindayman shohib. Yuring yigit. Abdulla Danish Mirza Abu Bakrning gapini toza anqirolmay turgan Niyoz Mashqovulning yengidan tortib, kaynidan menishga ishorat qildi. Bizga bu dunyoda xo'vliq yo'q. Allohning dargohiga belli boradigan bo'ldik enim. Qani, menish. Ko'zlari baqanda qizargan qo'shqar Yasovul ularni oldiga silib chiqib ketdi. Mirza Abu Bakri lepopni echib xatni oldi va uningga ko'z yugurtib o'nlik o'qidi. Baxt qushini beshiga qo'ndirgan bahodir bolam Mirza Abu Bakriga, Yorkand ahliga, kamina Qashqarda duoyingizda bo'lib turg'ichi validingizdan, shoh otingizdan, amir sardorlardan, Qashqar ahlidan duoyi salom. Alloh panohida omon eson turayotgansiz. Aziz bolam, anglishimga qaraganda Sultan Ahmadxon sizdan xavotirlanib Oqsuga ketgandan beri Yorkand shahrining o'rnini yo'tkab qayta bino qilib etibsiz. G'araz muddoyingizning ochiq oshkora emasligi Peqirnimi andishiga selib qo'ydi. Ammo kichkingizdan tortib ota o'rnini tarbiyalab o'stirganligim tufayli ko'nglim yelimi to'q. Shunga validingiz bilan birga Yorkandga berib,
siz bilan didor ko'rish niyatiga keldik. Alloh xolisa atsar yo'lga chiqamiz. Nomunosib otingiz Mirza Muhammad Haydar. Hijriya 863-yil Rabiul avvalning 9-kuni. Mirza Abubakir xatni o'qib bo'lib taxtdan tushdi. Gurrida o'rnidan qopgan nazir amirlar qo'l bog'lab turishdi. Janoblar, dedi u bo'm ovoz bilan. Qashqar amiri Mirza Muhammad Haydar 7-8 kun ishida yetib keladi. Bugun dushanba, kechiksa kelar chorshanba kuni biz bilan didor ko'rishadi. Mush bir hafta ichida sepil tutib, shahar saranjomlashtirilib bo'lishi kerak. Bu chaqcha Abdullah Donish vazirlik sifati bilan bu ishga boshchilik qilib kelgan edi. Amdi Qo'shqar Yasovul boshchilik qiladi. Barliq vazir amir, ordu sardorlari bu ishga nazoratchi bo'lib haydakchilik qilishlari kerak. Agar sepil tutmasa, bu shahar temi yo'q o'yliga o'xshab qoladi. Temi yo'q o'yliga o'g'ir qaraqchimi? Do'st dushmanimiz fikri beradi. Bu holda Mirza Muhammad Haydarni qandoq bir shaharga taklif qilg'ili bo'lsin? Yorli kimiki bu ishga to'sqinlik qiladigan 5 elni sazoy qilinsin. Bu so'rishqa Shohdoni Kuquldosh bosh nazoratchi bo'ladi. Men dushanba tushdan keyin butun shaharni oralab sepilni ko'rgili borman. Hozirdan boshlab Shohdoni Kuquldosh Amir Muhammad Beklarning boshchiligida bu ishlarning vaqtida o'rindilib bo'lish uchun jon fidolik qilib burchinglarni ado qilish otlangaysizlar. Bosh ustiga yorliqlarni bajo keltiramiz. Deyishdi vazir buzralar yuraklari og'ziga kaplashgan holda. Ular shu alaqsodilik ichida quruq tikan shexini tutqunicha mag'rur qadam tashlab harmiga chiqib ketayotgan Mirza Abubakirni ta'zim bilan o'sib qilishdi. Anglayotganlar beli quttoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. 6-bob. Qora taranjilik ayol. Yeni Yorkent shahri qarasa tuzlanlikda ko'rinadigan qiyosh do'nglik ustiga bino qilingan edi. Uzun qisqa ko'chalar, xalta agma ko'chalar, ko'ni shahar ko'chalari qaraganda kengroq bo'lib, yo'lovchilarga ozodlik bag'ishlaydi. Yo'lning ikki chetidagi eriqlarda shirildab suvlar eqib turardi. Yo'l yoqasiga tikilgan ko'chatlar shox ayirib aynishga boshlagan edi. 7000 tuturlik oila bu shaharning har qaysi ko'cha mahallalariga o'rinlashtirilgan edi. 4 ko'cha eg'izi bo'lgan guzarlardagi ovqatchi, lat purush, dori purishlarning do'kon yoymillari bu yangi shaharning ovatlishiga yuzlanganligidan derak beradi. Yangi silingan masjid gumbazlarining qubballari, tashdaq minorlarning rangdor kohishlari kun nurida parildaydi. Oyma, qapat naqsh tushirilgan to'ruk, navala odamning ko'zining yig'ini aytdi. Bugun Sultan Mirza Abubakir orda amaldorlarining amrohligida namoz bomdodni o'qib bo'lib, g'izolanibla alohida zinnatlangan yangi shaharni ko'zdan kechirgili chiqdi. Dabdabisimi, hayvusimi yetib oshqidek bu sultonni ko'rgili chiqqan xaloyiq yo'lning ikki qasnaqida ta'zim bilan un-tinsiz turishadi. Sultan Mirza Abubakir sayli sayohat o'rni bo'lgan No'ruz do'ngdan tartib Shamalbog', Gulbog', Jahonbog', Chinabog', Hayronbog' qatorliq joylarni oralab chiqqandan keyin surlik chehrida tabassum paydo bo'ldi. U etini to'xtatib dedi: "Vazirlar, amirlar, Yorkent xalqi haqiqatan qobil ekan. Men qoyil bo'ldim. Dunyoda hech qanday shahar bu kabi tez bitmagan bo'lsa kerak. Buni qutlug'lash lozim." U xazina vaziri Sulaymon Davronga qarab so'zini davomlashtirdi. "Allah har bir shahar fuqarosiga dastardan kumush tortiq qilinsin. Barakalloh sultonimiz, saxobat bobida xotam ekanlar. O'zirdek jur e'tibori istidodli sultonni Janobi Alloh bu diyorga sulton qilmagan bo'lsa, yangi Yorkent shahri bino qilinmagan bo'ladi. Janobi Alloh o'zriga rahmat qilg'ay. Martivinlari İskandar Zulqarnayn martivisidek ustun bo'lg'ay." Vazir amirlari bosh vazir Shohdoni Kuquldoshning so'zlarini quvvatlab, madiya so'zlarini yomg'irdak yog'dirib o'tdi. Mirza Abubakir anglamaganga serib, etining tizginini qo'yib berib, ko'ni shaharga qarab yo'l oldi.
Vazirlar sultanning nima uchun xaroblikqa aylanib qolgan Ko'ni shaharga bormoqchi bo'lganini bilolmay, uning orqasidan xavotirlangan holda yurib ketishdi. Ko'ni shaharning zay bosgan mehnat ko'chalarida ish ko'rinmaydi. Hamma atrofdan g'ayratlik, miskinlik chiqib turardi. Üstü etilgan uylardan hasrat jonlari to'kilib turardi. Bu yerda Xo'ja Muhammad Sarvari, Ali Sardar kabi Sultan Ahmad Xonga sodiq bir qism amaldorlar shahar qurilishida norozilik bildirgan oz sonli kishilarning oila tavobatlari yangi shaharga ko'chishga ruxsat qilinmay qoldirib qo'yilgan edi. Mirza Abo Bakri balkim bu Ko'ni shaharni ko'zdan kechirib, bu yerda qolganlarga o'z hayvisini bir qatim ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgandi. Lekin hech kim uning oldiga chiqib hurmat bildirmadi yoki hol aytmadi. "Ey sultonim, bu yerda qolgan baxtsiz ko'ngli qorlarni jazolandik." So'radi Shahtani Kukuldash, sultonning maqsadi shu bo'lsa kerak deb o'ylab. "Janobi Alloh fiqirni yorgan shafqat qilish uchun sulton qilgan", dedi Mirza Abo Bakri. "Ochiqingizga oy bering vazir. Ata Nuruz Dongda va har qaysi masjid madrasalarda qozon esilib, xalqqa mening nomimdan zarohatni berilsin. G'ayrib g'urvolarga 10 sardan bir sargich kumush in'om qilinsin. Xo'p, shohim." Sultan Mirza Abo Bakrning ostidagi to'riq at-to'qa ostidan chang chiqarib chapchib turardi. U etini devitib bir do'qmishdan qayrilib o'tgandan keyin usti echilib o't qo'yib etilgan, osti qezilgan uylar ko'proq bo'lgan bir xaroba ko'chaga kirdi. At tuyuqsiz urkib Mirza Abo Bakrni tashlavatganda tas qoldi. U chevar chavandoz bo'lmagan bo'lsa, uchib tushib zay patqoqqa menilib ketgan bo'ladi. Mirza Abo Bakri g'azab bilan otning tizginini silkib tortdi. Ot ikki putini egiz ko'tarib qattiq kishnab to'xtadi. U qora targa cho'milgan etining oldida qora paranja otgan bir ayolning turganligini ko'rdi va g'azab, hayronlik ilkida so'radi. "Ey badbaxt xotin, o'lgin keldimi? Nimishqa men yo'l bermaysan?" Ayol barmoqlariga yoqut ko'zlik oltin uzuk selimgan bir qo'li bilan chimbilini qayirib shundoq qarab edi. Mirza Abo Bakri go'yo cho'chaklarda tasvirlangan hur parini ko'rgandek hangliq turib qoldi. U bu vaqtga qadar bundoq chiroyli ayolni ko'rib boqmagan edi. "O'zim bir ojiz ekanligimga qaramay, sening yovuz talatingni bir ko'rib boqay deb uydan chiqqan edim", dedi ayol uningga tikilib. "Allohning sana shundoq zo'r qaddi qomat, aql farosat ato qilganiga ming afsus. Chunki sen mo'min erimni o'ldirgan qotilsan. Qonxo'r qotilning bashirisining bundoq bo'lishini o'ylamagan edim." "Ering kim?" so'radi Mirza Abo Bakri ayolning jamolidan ko'z uzmay. "Nazar Mirza otaning yasovuli To'mirbek edi. Uni sening vahshiy yasovularing besh bolamning nonisi qaramay so'rab chiqib, yeng so'qqan sepilning ostiga bostirib etdi. Mani ko'rdim, senmi odamga o'xshaydi ekansan, balki qovul aplaqkansan." Mirza Abo Bakri qilishni shart qilib sug'ardi-yu, bu jo'kanning paranji ichidagi nozik bo'yniga urishqib titrab turgan qo'llari bormadi. Ayol garchi qora paranjiga yo'shirinib tursa-mu, uning sohib jamoli, shamshatdek qaddi qomati, to'lg'an badani osh turqidan mana-man deb chiqib turardi. Bu livanning Mirza Abo Bakriga ko'rinib turgan go'zal chehri bulut yerib chiqqan to'lin oyning o'zi edi. Sultan Ahmad Xonning xotini Xadij Sultan begimni mana shundoq chiroyli bo'lg'aydi. Ajab qo'limdan chiqarib etib ekanman. O'g'li Saida xonni bo'g'ib o'ldirib, uni amrimga elib, ondan Ahmad xonni qo'yibetsam, u saron bo'lib tugishib ketadi. Xudoning buni go'zal ayolni menga yo'liqtirishida qanday hikmat bordi? Tili zahar ekan, ichimi zaharmidi yoki? U xiyoldan to'xtab, "Og'zing yo'q", dedi. Ammo uni bo'sh xirqirab chiqdi. Nima uchundir uning ko'ngli irodasiga bo'ysunmay yotadi. Bu qo'rqimsiz ayolning jasoratimi uni hayratga qo'ygan edi. Bu kamgacha ayol zoti emas, har qanday bahodir sarkardalarmi yuzturani turib uni bundoq ayblamagan edi. Mirza Abo Bakrning bulutdek tutilgan chiroyi bara-bara echildi. "Ey Allohning shafqatiga erishgan saodatlik mazluma, men seni kechirdim.
Şu şart bilenki bugün keş Xudo xolisa öz ixtiyoring bilan nikohim qo'yib, men xotin bo'lg'aysan, dedi Mirza Abo Bakri jiddiy holda. Ayol shundoq qoqoqlab kuldiki, ot jo'rab tayyorliqsiz turgan Mirza Abo Bakrni tashlavatdi. U kichkidan ot minib alohida tarbiyalangan chavandoz bo'lg'achqa, chaqqonlik bilan yerga dast savodida tizginni ching tortib otni tinchlantirdi. 10 qadam nerida to'xtab turishgan vazir amiri sarkardalar nemish bo'lganini anqirolmay sultonning buyrug'ini kutishib-atdi. Xudo bu so'zingga meni yig'latmay kuldirdi, dedi ayol. Men yiroqdan qiqab surani anglab, yana nomard yasab o'ldiring, bulang-talang qilg'il kelgan o'xshaydi. Qarab baqay deb chiqib seni ko'rganim taqdir peshonam ekan. Hech kimni kechirmaydigan sendek bir zolimga Xudo meni afv qilg'izdi. Bo'lmasa 5 balam uchun jinimni sadiqa qilmoqchi edim. Halbuki sening bu talabingga ma'qul bo'lmoqdan boshqa chora yo'q ekanligini bilib o'taman. Ammo bu shartlarimni bajo keltirishing lozimki, uni rad qilmoqchi bo'lsang javob bermayli beshimni tinimdan juda qilgin. Ballarimga Alloh bor. Qani, shartlaringni aytdim. Mirza Abo Bakr o'ziga qadarib turgan nazokatlik ayolga qarab qilishni g'alab qildi. Janobi Allah ko'nglimga solgan birinchi shartim shuki, bugun sen qon to'kmaslikka va'da ber. Va'da berdim, dedi Mirza Abo Bakr. Ikkinchi shartini ayt. Men Abdul Aziz Yarkanda otli Xalvatning qizi Umma Gulsum bo'laman. 15 yoshimda mahallamizdagi Sodiq Kulolchining o'g'li To'mirbekka yotliq bo'lgan edim. 12 yilda 5 balliq bo'ldim. Ailemiz avatlashib ro'noq tepayotgan vaqtda sen Sultan Ahmadxonni Yarkandda qo'g'lib yetib aramimizni buzding. Erimni o'ltirib meni tul qilib qo'yding. Agar meni amringga olmoqchi bo'lsang, Narsida 5 balamni qatorga qo'shib, talabimga ma'qul bo'lishing shart. Hayr, Janobi Allohning seni peqirga uchrashtirishida bir hikmat bor o'xshaydi. Bu shartingga ham ma'qul. Qani, 3-shartingni ayt. Dedi Mirza Abo Bakr barg'am siri ayolga mahliyo bo'lib. Tova, nima bu? Allohdan boshqa hech kimga bo'y egmagan hukmdor turib, bu mas'ulning so'zlarini rad qila olmayapman. Ajab. 3-shartim shuki, dedi ayol. Podshoh sultonlarda insof bo'lmaydi. İnsaf qildi deyilgandimi, sahib jamal ayollarga ko'zi tushganda insofdan chiqadi. Talabim boshqa xotin kenizaklaring bilan o'rda turg'im yo'q. Men ayrim qo'ro'jay berishing kerak. Ko'zim shahvoniy havasning qurbonlarini ko'rmisin. Sultan Mirza Abo Bakr bu navbat xirildab emas, qoqoqlab kuldi. Yer turib turgan eti churab bosh ko'tardi-da, tizginni so'rab qochdi. Ajoyib xotin ekansan, dedi Mirza Abo Bakr tizginni qattiq tortib otni to'xtatdi. Uning aql parasti sulkat nazokatiga qoyil bo'lgan holda. Ishni shartdan o'rindiladi. Xudo xolisa bugun kech seni ma'qul kelgan qo'ro'jayga yetkazib amrimga olaman. Rozimisan? Sendek salimga shartlarimni qabul qilgan Allohga peqirni xotin bo'lishga rozilik bergizdi. Endi uyimga kirib ketay, bolalarim kutib turibdi. Ayol kim bilan yuziga tushirib, qiyo ichiqliq darvozadan kirib ketdi. Sultan Mirza Abo Bakr uningga bergan va'dasiga amal qilib, Sepilni ko'zdan kechirish jarayonida zodil g'azablanmadi. U Sepilning vaqti qaraladi bitganligidan mamnun bo'lganligini ko'rsatib, kishallab ishlatgan mahbuslarning hammasini qo'ydirib atdi. Shu kun kechda Umma Gulsumni 5 bolasi bilan o'rdiga yonda silingan Taki xona qo'rg'osidagi xas uyiga oldirib kelib, nikoh o'qitib amriga oldi. U bu vaqtgacha hech qanday bir ayoldan bu kechadagidek huzurlanmagan edi. Darizaga taraslab urilgan yomg'irmi uning shirin oromini buzolmadi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Savud Davudlarning Millatlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Saidaxon nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.